Mehmon kunlar asal, tog'laringdan suvlar oqar. Tangrim suyib bergan husning buncha go'zal, shu chamaning bunchasiman, ishonganing ertasiman. Yurtimiz bo'ling maqtagan, jajigina erkasiman. Yurtimiz bo'ling maqtagan, jajigina erkasiman. Gullaysa ozod yurtim, Onajonim O'zbekiston, hech kim bermaydi seni. farzandlaring O'zbekiston. Gullaysa ozod yurtim, Onajonim O'zbekiston, hech kim bermaydi seni. farzandlaring O'zbekiston. Imonimiz butun vatan, ishonaver onajonim, xizmatingga doim tayyor. Farzandlaring O'zbekiston, O'zbekistonim, ona diyorim. Sen mehribonim, O'zbekistonim. A'lo o'qib ulg'ayamiz, ishonchingni biz oqlaymiz. Mehnat bilan jamol topib, vatan seni ardoqlaymiz. Har nafasda, har qadamda cheksiz mehringni sezamiz. Ona vatan biz ham faqat seni deymiz, seni deymiz. Ona vatan biz ham faqat seni deymiz, seni deymiz. Gullaysa ozod yurtim, Onajonim O'zbekiston, hech kim bermaydi seni. farzandlaring O'zbekiston. Gullaysa ozod yurtim, Onajonim O'zbekiston, hech kim bermaydi seni. farzandlaring O'zbekiston. Imonimiz butun vatan, ishonaver onajonim, xizmatingga doim tayyor. Farzandlaring O'zbekiston, O'zbekistonim, ona diyorim. Sen mehribonim, O'zbekistonim, O'zbekistonim, ona diyorim. Sen mehribonim, O'zbekistonim. Assalomu alaykum aziz ustozlar, qadrli o'quvchilar. Assalomu alaykum tengdoshlar, ota-onalar. Bugun kelajak yulduzlari deb nomlangan tadbirimizga xush kelibsiz. Tadbirimizni ochib berish uchun so'z Bekjanov Arslon ustozga. Aziz o'quvchilar, mana bugun bizni Yangior tumani 19-sonli o'rta ta'lim maktabida 4-B sinf o'quvchilarimizni ilk boshlang'ich ta'limni tamomlab bitiruv kechasi o'qibdi. Biz kelajak yulduzlar nomli bu o'quvchilarimizni a'lo baholar tugatdilar. Kelasi yil o'qishlarimda omadlar tilayman. Shu kuchli o'qib, kelajakda bir muhim bir kasbning egasi bo'lib, elimizga, yurtimizga foydasi tegadan inson, o'g'il-qizlar bo'lib yetishlarini tilakdoshiman. Hurmatli ota-onalar, sizlarga ham rahmat. Shu yerda o'quvchilarimizni ta'lim-tarbiya olishida bizani ustozimiz Normatov Iqbol ustoz bilan birgalikda shularni o'qishimda ko'p yordam berib turibsizlar. Bizani ustozimiz Normatov Iqbol ustoz, alim tayfali yaxshi ustozlarimizdan birisi. Maktabimizning ustozlarimiz ko'p. Shulardan birisi ustoz, siz ham
Şu o'quvchilar bitkazayotgan o'quvchilaringizni kelajakda bir katta inson bo'lib, Yillar yurta xizmati byurodan farzandlar bo'lib yetishganda sizga rahmatli eshittirib, ota-onalar sizga rahmatli eshittirib o'tirish shu o'quvchilarimiz tomonidan sizga nasib qilsin. Shu tadbirimizni ochiqlab e'lon qilamiz. Hammani kelajakdagi o'qishlaringizni omadli tilaymiz. Rahmat. Aziz ota-onalar, hurmatli mehmonlar, hozir musiqa sadolari ostida 4-B sinf o'quvchilarini davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Shirin so'zlari, aql raso, bilimga tashna, kulib turar charos ko'zlari. Davramizning guli o'zingiz, sayroqi sho'x bulbul so'zingiz, charaklagan oysiz ham quyosh, olqishlaydi sizni keksa yosh. Ning inju dillari, qachg'oy yigitlar, dono qizlari, sizlarga keltirdim bir oliy kalom. Shu oliy kalomga salom, assalom. Assalom mustaqil O'zbekistonim, assalom qudratli nurli Bo'ston, mahallani rivojlantirish yiling muborak bo'lsin. Bizdek o'g'illarning sog' omon bo'lsin. Assalom yurtimizning ilmga kom maskani, assalom davramizning sohibi davronlari. Davramizga xush kelibsiz elning sharaf shollari, siz kelajak bunyodkori topqur zukkolari. Assalom mehmonlar, mehri ziyolar, yuragi quyoshim, qalbi daryolar, sizga ham tengdoshlar dildan ehtirom. Assalom. Shamol borib tog'dan hosira, yaxshimikan biz valdoqlari, meni ming bir kuyga o'ragan, uyg'oqmikan zarbuloqlari. Keling do'stlar, davramizga marhabo, quvnoqlikda, zukkolikda aql o'sar kun aro. Bo'lganmi bizning davrda hech qachon davronlar, istiqbolim berdi menga o'qish uchun imkonlar. Ma'naviyat, ma'rifatni ardoqlayman hur olamda. Xush kelibsiz ey o'qituvchi muallimlar. Assalamu alaikum.
Onalarimizni madh etuvchi kuy qo'shiqlarga marhamat. Bolalar kim dunyoni tebratgan bilasizmi bolalar? Bizga oqib bergan deb shirin tilni kim bergan? Yo'limizdan chiqqanda kiprikida kim tergan? Jannat onalarning poyida emish, onadan tug'ilgan payg'ambarlar ham munis onajonlarim, sochlari kumush, topar mehridan migdolar marham onam, onajonim nuri jahonim, tengi timsoli yo'q farishtam onam. Jannat esa Ankal Jambil Rayhonim, siz ibrat maktabi har ishda onam. Sovuq kelsada bahor, gullamay qolsa anor, o'smay qolsa ham chinor, onalar yig'lamasin, gumburlasa ham samo, yer u ko'k yig'lar go'yo, onalar yig'lamasin. Uzoq tunlar uxlamagan chirog'im onam mening, jannat menga ne kerak, Makka Madinam mening. Onalarning oyog'i ostidadir ravza-yu jannat uchinan bog'i, ravza bog'i istar bo'lsang bo'l onaning oyog'in tuprog'i. Beshikdan alla aytib ko'rar ko'zim dedingiz, ko'zingizga nur bo'lay mening borim o'zingiz. Yillar chiziq tortsa ham yuzingiz mehru ziyo, sizga doim bosh egay, siz menga tor dunyo. Issiq chehra yuzingiz, chaqnab turar ko'zingiz, bizga ham bor o'zingiz. Onajonim sog' bo'ling, jismijonim sog' bo'ling, sizsiz bizning baxtimiz, boyligimiz, taxtimiz, sizga xizmat taxtimiz. Onajonim sog' bo'ling, jismijonim sog' bo'ling. Первая слава, главная слава, катар судьбе, мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе, как бывает ночью весенною, мама потихоньку излакнет, как картошка, катан снес ее, лишь под утром мама уснет. Mom, my angel, you're my first teacher, my best friend, and my guiding light. You are the light of our home, the most important person in our lives. Thank you for being the best mom in the world. I love you so much. Happy Mother's Day. I love you, Mom. Onajonim mehribonim, men gul bo'lsam siz bog'bonim, ko'zim ochib sizni ko'rdim, siz tufayli inson bo'ldim. Duo qiling tezroq o'say, tinchlik uchun hissa qo'shay.
qo'ling omon. Onajonim, onajonim azizam, mehribonim yolg'izam. Baxtimga qo'ling omon. Onajonim, onajonim azizam, mehribonim yolg'izam. Baxtimga qo'ling omon. Onajonim, O'quvchilar, siz 4 yil davomida nimalarni o'rgandingiz? O'rganganlarimizni namoyish qilish fursati yetdi. O'quvchilar, vatan deganda nimani tushunasiz? Vatan bu makonim. Vatan bu ostona eshigim. Vatan bu biz sizga daxldor zamin. Vatan bu muqaddas beshigim. Vatan bu padarimning qilgan duosi. Vatan bu onamning tuzlar bedor aytgan allasi. Yulduzlari charaqlar, ko'k osmoni yaraqlar. Tuprog'i jannat makon, go'zaldir O'zbekiston. Navbat vatan haqidagi she'rlarga. Marhamat. Bo'lgan diyoridir, kindik qoni to'kilgan muqaddas tuprog'idir. Vatan so'zi muqaddas, vatan o'zi muqaddas. Vatanga xizmat qilmoq bizlar uchun farz. Senga fido bo'lsin jonlarim, O'zbekiston mening vatanim. Kuylayman vatan haqda, o'ylayman uning haqda, ko'kka yetar dovruvi. O'ylayman shuning haqda, niyat pok ulug'dir, diyor kuyga to'liqdir. Bayroq teshikka daxldor, shu urushga yo'l yo'qdir. Vatan qaro ko'zimdir, dildan chiqqan so'zimdir. Ardoqlayman onamdek, vatan qaro ko'zimdir. Vatanimiz viloyatimiz tumanimiz ona qishlog'imiz maktabimiz davlatimiz ramzlari tilagimiz Tinchlik, obodlik, milliy boyligimiz rizq rozimiz istagimiz maqsadimiz inson bo'lib vatanga xizmat qilish. Lik az ketgandir bilingsiz, humo kishi yetaklar maqsad sari bilingiz. Xalqim orzu niyati dilga quvonch soladi. Bayrog'imiz dunyo uzra yurtga dovruq soladi. Darhaqiqat bugun bizni har sohada erishayotgan yutuqlarimiz sababli dunyo maydonida bayrog'imiz tinmay hilpirab turibdi. Bunda sportchilarimizning hissasi salmoqli. Bizning bayrog'imizni yuksaklarga ko'tarayotgan Diyora Keldiyorova, Johir Sindorov kabi opa-akalarimizga havas qilib sport bilan muntazam shug'ullanib kelayotgan o'quvchilar talaygina, ular bizning faxrimiz. Elif shukr baxtlimiz, humo bilan sirlashdik. Mehmon do'stlar tanitsan, dunyo bilan do'stlashdik. Gullayvergin, yashnagin, pok imonli vatanim. Kamolatga boshlagin, keng imkonli vatanim. Farzandlaring barkamol, sport, san'at, ilmda. O'zbek g'olib sarbaland, London, Parij, Rimda. Vatan ostonadan boshlanar, quvonchlardan ko'zim yoshlanar. Sening madhing joshib kuylanar, Ka'badek muqaddas zaminim, har qariching jannatdek so'lim. Mardlar qo'riqlaydi berib jon,
sen uchun ko'ksini qiladi qalqon. Deyman yashasın O'zbekiston, Ka'badek muqaddas zaminim, har qariching jannatdek so'lim. Kundan kunga gullab yashnab har sohada ilg'or qadam tashlayotgan jannat makon O'zbekistonimizni madh etuvchi she'rlar, kuy qo'shiqlar ijro etish istagi har kungidan ham bugun kuchliroq. Juda to'g'ri aytasiz Chinoraxon. Shunday ekan, keling navbatni ustozlarni madh etuvchi she'rlarga bersak. Marhamat. Video gerekmedi şu kadar. Allah kahretsin. Güzel
Bizning saytimiz uch.adabiyonsoflik.biz. Kunga yuzlab yashnab har sohada ilg'or qadam tashlayotgan jannat makon O'zbekistonimizni madh etuvchi she'rlar, kuy-qo'shiqlar ijro etish istagi har kungidan ham bugun kuchliroq. Juda to'g'ri aytasiz Chinoraxon. Shunday ekan, keling navbatni ustozlarni madh etuvchi she'rlarga bersak. Qancha chiqargan quyosh yo'llariga gullar intizor, ustozni ham kutar bizlar umid bilan shoddan baxtiyor. Ulg'aytirar bizni zakovat, kuch-quvvatdir bilimlar sehri, usturladek go'zal hayotning zavqi, ona kabi ustozning mehri. Quyosh kabi yorug'singiz, mehr to'lasiz ko'zingiz. Ona kabi mehribon inson, doim bo'ling, omon bo'ling, doim har on. Ey aziz ustozimiz, bizga yo'l tiladingiz, boshimizni siladingiz, ey aziz ustozimiz. Ko'zlar sari parvozimiz, dong tarayotgan ovozimiz. Siz tufayli qalblarga osmon, siz Guliston muallimlar. Kelajakdan men ustoz bo'laman, ona yurtimga xizmat qilaman. O'qib o'rgatish ustozlarga xos, o'z ustozimga qildim ixlos. Kasbimni mohir egasi bo'laman, ona xotinga xizmat qilaman. Ko'ksimni bezar orden medallar
aziz, ming mashaqqat bilan ilm o'rgatgan ustoz zahosiga minbora ta'zim, yuragi mehriga ro'moli ma'lum bo'lgan ustozlarga tasanno aytar Xorazmiy. Men ushbu she'rimni bizga 4 yil davomida ta'lim tarbiya berib kelayotgan eng birinchi ustozim Iqbol Normatovga bag'ishlamoqchiman. Ilk bora partaga sekin o'tkazib, jajji qo'llarimga qalam tutkazib, menga harf tanitgan qalbi jahonni unutmayman aslo sizday insonni. Men ushbu she'rimni o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Saloy Mavlon ustoziga bag'ishlayman. Topshiriqning ko'pin bizga yukladingiz, to'rtinchilar eplaydi deb aytardingiz. Ishonchingiz oqlaymiz biz 11gacha, umr tilab ustoz sizga 1000 yilgacha. Men ushbu she'rimni maktabimiz direktoriga bag'ishlayman. Mehringiz jo'shqin daryo, qalbingiz cheksiz daryo, so'zingiz gavhar olo, sizga ming taqsim ta'zim, aziz inson muallim. Men ushbu she'rimni rus tili ustozlarimga bag'ishlamoqchiman. O'rgatdingiz siz qardoshlar tilni, mana chiqdi ancha savolim. Unutmayman xizmatlaringiz, bizning tilchi ustoz muallim. Men ushbu she'rimni bizga 4 yil davomida musiqa ilmidan saboq berib kelayotgan o'tkir ustozga bag'ishlayman. Musiqa ilmidan bahra olishni, o'rgatdingiz to'g'ri ijro qilishni. Bugun qarshingizda qilamiz ta'zim, qalblarga nur sochgan aziz muallim. Men ushbu she'rimni bizga 4 yil davomida rasm chizishni o'rgatib kelayotgan Rustam Otamurodov ustozga bag'ishlayman. Quyosh, osmon, zamin, tuproq ranglarini siz tanitdingiz. Rasm chizsak xatolaring hech og'rimay o'rgatdingiz. Navbat raqsga. Marhamat. Он весь вечер сегодня в микрофон кричал, он завел толпу, он кричал кругом, ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же ручки, ну где же ваши ручки, давай поднимем ручки и будем танцевать. Ну где же
держим наши ручки. يا نور العين الساقي الهيالي عايشك دالي سنين والغيرك في دالي حبيبي يا نور العين الساقي الهيالي عايشك دالي سنين والغيرك في دالي حبيبي يا نور العين الساقي الهيالي عايشك دالي سنين والغيرك في دالي حبيبي يا نور العين الساقي الهيالي عايشك دالي سنين والغيرك في دالي حبيبي 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 يا نور العين 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 ساقي الهيالي وانا 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 بنعمل ايه وانا 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 وبايدي وانا 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 بنعمل ايه وانا 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 وبايدي كوبايه بيدي عايش احلى انت غني ايش كوبايه بيدي عايش احلى انت غني قلبي لقيتي رسمها حقيقتي يا قلبي لقيتي رسمها حقيقتي وفوقتي وجبتك لاني لقيتي وانا 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 بنعمل ايه وانا 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 وبايدي وانا 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 بنعمل ايه وانا 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 وبايدي بلدي محبة لك كلها أنا بلدي بلدي نبغى يسلم على أهلي بلدي بلدي محبة لك كلها أنا بلدي بلدي نبغى يسلم على أهلي بلدي بلدي محبة لك كلها أنا بلدي بلدي نبغى يسلم على أهلي بلدي بلدي محبة لك كلها أنا بلدي بلدي نبغى يسلم على أهلي Navbat sahna ko'rinishi. Marhamat. Bon bo'lgan ekan. U har yili yangidan yangi ko'chatlar ekib, go'zal bog' barpo qilibdi. Kunlarning birida uning yoniga bir kishi kelib debdi: Assalomu alaykum dehqon bobo. "Va alaykum salom o'g'lim. Yoshingiz anchaga borib qolibdi. Bu nihollar qachon voyaga yetadi? Ungacha siz qancha mevalaridan bahramand bo'lasiz? Ey o'g'lim, bu nihollarni o'zi uchun
foyda keltirishi. Ustozlarimiz ham xuddi bog' chamanzor barpo etuvchi beminnat bog'bonlarga o'xshaydi. Ustozimiz
peut-être tes délices, personne ne peut m'en dissuader. Allez, 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 je ferai tout pour t'accompagner. Donne-la-moi, je suis bornée, je suis dans ma bulle. Allez, 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 tout est beau, tout est rose. Avant que je l'impose, dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez, allez.
aziz ustozlar, aziz ota-onalar. Mana bugun biz farzandlarimizning bitirish, ya'ni 4-sinfni bitirish kechasiga yig'ilgan ekanmiz. Men bu farzandlarimizni kelgusida büyük insonlar bo'lib yetishishiga tilakdoshman. Bu bergan ustozini ta'limini oqlab, kelgusida shu ustozini hamisha hurmat qilib yurishlarini ulardan iltimos qilib qolaman. Ustozimizni bu etgan mehnatlaringizga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Ishlaringizga rivoj, kelgusida mana shunday ajoyib o'quvchilarni ko'plab yetishtirib chiqarishingizga, shunday qaldirg'och qilib uzatib yuborishingizga tilakdoshmiz. Hamisha sog' salomat bo'lg'aysiz, ishlaringizga rivoj. Bu farzandlardan ne arzu umidlaringiz bo'lsa, shu o'quvchilaringizdan kelgusida ro'yobga chiqib sizni shu tabriklab kelib o'tirish bularga nasib etgay. Biz ham sizni shu bitirish oqshomi bilan hamma ota-onalar nomidan tabriklaymiz. Rahmat. Assalomu alaykum ustozlar, bolajonlar. Sizlarni bitiruvchi sinfdoshlaringiz uchun tabriklayman. Xudoyim yaxshi o'qishlarga kirgachlar, vaqtida saodatli bo'lasizlar. Tanlanib chiqib shuni uzoq o'qib kelishingizga tilakdoshman. Ustozlar sizlarga rahmat. Bolalarni shunday tabriklab, shunday voyaga yetkazganlar. Rahmat aytaman. Aziz bolajonlarim, rahmat ajoyib bo'ldi. Iqboljon bu ko'rsatuvni o'rtaga keltirish oson emas. Rahmat bolam, ko'p mehnat bor uning orqasida. Ilohim umring uzoq bo'lsin, barakatda. Xudoyim shu mehnatlaring, Xudoyim joy tushib, shu qizlar, bolalar, shu qizlaring, bolalaring hammasi o'zlari istagancha shu institutlarga kirgaylar. Xudoyim shularni orqasidan so'nib birgaysan, hamisha yaxshi gaplarni eshitib, so'nib birgaysan qizim. Har doimgidek ajoyib, chiroyli o'tdi bu davradim zo'r bo'ldi. Rahmat bolam, barakatda. Umring uzoq bo'lsin, Xudoyim. Boshlang'ich ta'limni tugatib parvozga shay turgan tengdoshlarimiz baland-balandlarga parvoz qilib, yuksak cho'qqilarni zabt etib, yurtimiz, xalqimiz uchun kerakli insonlar bo'lib yetishishni chin dildan tilab qolamiz. Aziz o'quvchilar, hurmatli ota-onalar, kelajak yulduzlari deb nomlangan tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Boshqacha dillarga xo'ja qo'ychi navolani boshqacha bu lazgidir daslarmay o'ynar lazgiga o'ynar
ajoyib o'quvchilar, hammasi gрамотный, hammasi iqtidorli. Kelgusindagi hammangiz ishlaringiz o'quvchilar omad tilayman. Men shunday katta